keldik. Короче, biz 4-etajda turibmiz. Hamma bo'lar. Biz strafovka ishlaydi. Birontasi baylagan yo'q. Nimaga belingiz baylab olmadingiz? Ha, strafovka ile bor. Qani? Strafovkasi mana chekilgan qolchi mana. Hozir kelib deydi, turalab qolamiz tamom. Mana bitta odam mana bitta odam mana shu yerda ip bayladi. Mana shu yerda so'raymiz hozir. Assalomu alaykum. Nima uchun belingizni siz bayladingiz, bular baylamadi? Balandlikni tushunib turibmiz. Nimaga siz baylayapsiz, bular baylamayapti? Xotincham tutqonchi. Ha, shundan. Shundan nima qilyapsiz? Yashashim kerak deng. Yashashim kerak. Bularchi? Bular. Sen nima baylamading? Nima? Ha. Ayol qayg'u berib turibmiz. Baragan. U oyoqqa ishonma, bu muz mana hammasi, mana muz mana. Qara. Ketasan mana. Ha, edi. Baylagin, strafovka bilan ishlanglar. Strafovka bilan belda baylab ishlanglar. Sizlar yoshingiz katta ekan, strafovka bilan ishlang. Bildingizmi? Belda baylab oling, ishonmang, u nima bo'lmaydi. Muz tagi ketib qolishi mumkin. Mana inson mana haqiqiy ishchi mana, qarab belda baylagan. Bitta ketyapti, oyoq salg'anib ketyapti. Shuning uchun o'zlaringga ehtiyot qilinglar. Mana aytyapman, birontasi baylamayapti. Ana o'ylaganlarni oldiga boramiz. O'ylaganlar nimaga bel baylamagan, shunday bestrafov ishlayapti? Bo'ladi. Ha? Mana Ilhom, nimaga baylamading oyoq belda? Belda nimaga baylamagan, shunday ishlayapti? Ha? O'zimga ishonaman deydi. Bundaqa gap yo'q bu yerda. Muzni qarasang oyoqdagini mana. Hozir